Sevimli aktrisamiz Oydin Yusupova bu yil 41 yoshga to'ladilar, lekin ularning tashqi ko'rinishi xuddi 18-20 yoshli qizlarnikidek ko'rinadi. Oydin Yusupovani shaxsan o'zlari bilan gaplashdim. Ular o'zlarining yoshlik sirlarini asosan 5 ta narsa bilan tushuntirib berdilar. Birinchisi doimiy harakat, ya'ni sport bilan shug'ullanish. Bu faqatgina ozish uchun emas. Bu qon aylanishini yaxshilaydi, metabolizmni tezlashtiradi, teri hujayralari ko'proq oziqlanishni boshlaydi. Natijada sizni tanangiz yorqinroq ko'rinadi. Ikkinchisi bu vaznni nazorat qilish haqida bo'ldi. Ya'ni semizlik bu faqatgina tashqi muammo emas, bu gormonlarning buzilishi, yallig'lanishning kuchayishi va qarish jarayonining tezlashishiga sabab bo'ladi. Uchinchisi bu dengiz kollagenini doimiy icharkanlar, ya'ni baliqlardan olinadigan kollagen. Chunki kollagenni ichkaridan uxod desa ham bo'ladi, terini elastikligini ushlab turadi, ajinlarni ketkazmasa ham, lekin oldini olishga yordam beradi. To'rtinchisi bu sifatli kosmetikalardan foydalanishni alohida sanab o'tdilar. Oydin Yusupovani o'zlari bo'lsa Eucerin va Medipil kosmetikalardan foydalanishlarini aytdilar. Bu ikkisi dermatologik va premium kosmetika hisoblanadi. Va oxirgi beshinchisi bu kosmetologga borib meza kokteyl, ya'ni mezoterapiya olib turar ekanlar. Meza kokteyl gialuron, vitaminlar, peptidlar va aminokislotalardan iborat bo'ladi. Agar to'g'ri tanlansa, u juda ham foydali hisoblanadi. Bu Oydin Yusupovani yoshlik siri birinchi qismi edi. Ertaga videoni davomini qo'yaman. Unda Oydin Yusupovani shaxsan o'zlari bergan 3 ta tavsiyani sizlar bilan bo'lishaman.